Baydagi ko'mir konga hujum qilish voqeasining yana bir qism tafsiloti oshkorlandi. Ma'lum bo'lishicha 18 sentabr saharda Bay nahiyasining so'g'an ko'mir koniga hujum qilgan fidoyilar oldi bilan konda vazifa etayotgan amallik xodimlari va kon xo'jayinlariga zarba bergan. Orqadan ular ahvolni Terak bozorlik soqchixonaga ma'lum qilib, soqchilarning voqea maydoniga kelishini yo'l to'sib kutgan. Mazkur soqchixonaning bir guruh xodimi bir soqchi avtomobili bilan naq maydonga yaqinlab kelayotgan chaqda fidoyilar ko'mir besilgan bir yuk avtomobili bilan soqchi avtomobilini so'qqan va soqchilarning avtomobil so'qilishdan yaralangan va aloqa zot bo'lgan fursatdan foydalanib, soqchilarga pichoq va kaltaklar bilan hujum qilgan. Fidoyilar shu maydonda 5 soqchini o'ldirgandan keyin tavallikdagi tog' bag'riga yo'shingan. Navbatda Xitoy qurolli qismlar tog' bag'rini qo'rshash va chorlash operatsiyasi ilib bormoqda ekan. Tunda o'z muxbirimiz Shuhrat O'shurdan bu haqda tafsiliy ma'lumot anglaysizlar. Shu yerda naq maydonda shu voqeaga aloqador sizning ko'nglingiz nima? Siz ko'rgan jasad, yarda va zo'ravonlik qurollari qatorliq narsalar bormi siz ko'rgan? Yo'q, bizniki u endi So'g'on ko'mirkan, bizniki Baybozorlik ko'mirkan, oraliqda 15-20 kilometr qildi bizning ikki konning orlig'i. Va undaqda naq maydonga boramidingiz degan gap, o'zingiz mas'ul bo'lgan konning atrofida paydo bo'ldingiz, shu yerda vazifa tutdingiz. Yo'q, naqdaylarning bizniki vaqada o'lgan yaralangan odam soni qancha sizning bilishingizcha umumiy? Zo'ravonlik terrorlik voqeasi yuzladi debdan ochdi urliq uchirkeldi o'lgan yaralangan antimanchi deb to'g'rilik uchirganmidi. Bu zo'ravonlik terrorlik voqeasi degan chog'da bu voqeani bu konga hujum qilish deb dedimi? Soqchilarga hujum qilish dedimi? Voqeaning kelib chiqish jarayonini nima deb tushuntirdi sizga? Sizning bilishingizcha nima? Bizga tushuntirishcha zo'ravonlik voqeasi yuzladi endi bu uzundan buyon Allah'a kalkata uzundan buyon planlık tashkilotlarda elib berilgan ekan bu qadiy vaqtida mana terrorlik voqeasi keltirib chiqibdi. Tashkilotlarning bütün o'zimiz izdan bilganini so'zlarga fahmi Söylediğimde qanaqadan deb bizde aşında ahvaldiganligi. Bularning harakati bayqilib, soqchilar tekshirgini kelgan chog'da hujum qilgan bo'ldimi yoki bular o'zlari bir hujum qilgandan keyin soqchilar yetib kelgan bo'ldimi? Hujumdan boshlanishi qanday? Vaqa yuz berib qilgan ekan, o'zi deydi ma'lum qilib soqchilarni taklif qilib, ben soqchilar chiqqandan chiqishdan buni albatta tayyorlik qilib boshlab so'qib mashinani zaxmada ben soqchilarni bulab soqchilarni qilganda boshlagan do'qon. O'zlarining paydo qilgan voqeasi nima bo'ldi? Eng boshda paydo qilgan voqeasi nima? Xanzu ishchilarga hujum qilamdi, Xanzu loballarga hujum qilamdi. Yoki kanni parıltamdı, başta bo'lgan qilish nima? Soqchiga ma'lum qilishdan avval, o'zi ma'lum qilishdan avval. O'sha ilmiy vazifa tavaqqa yo'ldoshlarga qachadi vaqa to'g'dirib, ümumjitdan ishlar chiqdi hamda ular bo'lgandan keyin hamda shahada telefon qilib soqchi o'zi ma'lum qilib, soqchilar nima tayyor soqchixonadan chiqqan keyin oldilar tayyorlik bilan shu mashinaning qarshisida ko'rib mashinani so'qib boshlab, ol mashinani so'qib o'rayotgan mashinani ichiga odamlar asli kelib uni qo'g'chi bo'lganlik hujum qilib boshlab qazo qilgan, ashtaga shoydi, bu deb boshladi shu. Yezdiq soqchidan kelayotganmi, Naydan kelayotgan soqchi mashinalarmi ular? Shu yezma Terakdan yezdiq soqchixonadan. Qancha mashinada kelishdi ki ular? Bir 70lik mendi mashina o'xshash mashina boshqa mashina bo'lganki. Ha, 7-8 kishilik bir mashinada. Soqchixonalar boshqa mashina bo'lganki-chu. Mashinani urib so'qqan chog'da bu soqchilar nima qilayotgan ekan? U mashina bilan kelib urgan chog'da. Soqchilar shu xabar deydi, uni topshirib olgandan keyin shu xonqalab ketayotganda shular cho'ng ajraqtini bu soqchi mashinasi jomboji saq bo'lgan keta uylar qatqan bo'lgan keyin shuni pamlab kelib mashinani so'qqan mashina o'rlab jumlab ular mashinachiliklar asli kelib o'shalarlik hujum qilishga boshlab bo'lgan shikayat bo'lgan. Yo'l tuz yo'lmi? Yan bag'ridagi tog' bag'ridagi yo'lmi? Yo'l daryo bag'icha tuz yo'l. Hujum qilganlar nima bilan hujum qildi? Shu xonninki o'sha hukumat o'shirgan cho'ng mashindan biri qo'yib tushib. Shu hujumchilarning soni qancha deb deyildi taxminan? Shu bizga birinchi qadam o'xshaydi deb o'ylashmoqdik. 3-4 odam emas, bu xilji qadam o'xshaydi, bu 10-chi xilji qadam o'xshaydi deb his qildik. Noyatning soqchilari yetishib kelmagan gapmi? Darhol. Yo xabar qilmagan gapmi? Shu kunsi shu ashaniki Bovikaga Aşbay Guanju'dan telefon çıqqanki, çağız tutunglar deb Bovikaga telefon çıqqanki aşxonada turib 20dan azir bu xon to'xtuqliq jo Mahmudi. 20dan jibar turayotgan xon shu hammadan darhol bacha jo'zo çağız qo'yib boshlab tuzoqcha qo'yib hech qanday bir narsa demadi. Gap so'rasam so'rama bo'lgan bu yoshqa o'qitishdan so'ramadi dedi. Shuncha çağız qo'yib kech vaqt qilishim kamida degan boshlab so'rashga dedi. Shu soat bir kuchlatlarni boshlab mayli so'qib qoldi adam chiqar. Yardala qayerga apirildi? Qaysi doktorxonaga? Bu Terak doktorxonasiga bu Nayagami? Nayaga. Siz ko'zingni ko'rib turdimi shu ipmog'ini, yardalani? Shu birinchigimning mashinasidan to'xtamay bir kunga shu to'xtamay shu ayni meniga minib turganini ko'rdik.
Abaydan dedik ki 5 sakçı maşinini uruluş ölepti. Onu qağanları pichaq bilan çayduğuyla urup ötürülgen mi? Yoki bu vaqada partıltış asbabı qo'llangan ahvol mi bormi? Qulqanlığa kirganda. Bizning mana ko'chada hamda ba'zan jamshda gaplar bo'ldi ekan. Ba'zan deydi shu zaygupangda zaygupangni egallabtimiz deydi. Hamda u tafsili biz biraz umuduqamni o'tishni onu muhokama. Demek sizin anlığınızda bula şu zayu kupang dediğimiz yani partlatqıç doğru ba ambarını egallabaptı degan gap ba. Şuna mı? Ha. Bu zayu kupang şu kannınki partlatqıç ambar oldu da. Ha. Onunki bir 20 adam 30 adam ölüş üçün mü çoxum bir yada aşınçılık miqdarda bir partlatqıç bolmasa yalğız o maşını soqışı bilen onunki pichaqlıq hücum bilen 30'dan neçə adam ölmedi. Onunki bir yaralanğan sanı var berde. Sizden anlığınız yaralanğanlarını kaç dep aldınız? Şu 30'u getilikке dep anlağam. Жаңа şu gapni qadırdı dep anlağam. Elə partlatış ambarını, doğru ambarını yani qancha adam egallabaptı dep anladыңlar? O to'g'riliq. Gap yo'q. Oqta o'lganlar saqchilar itib etgan, naq maydonda itib etgan yoki qo'g'lab yurib itib etganlar bormi yo'qmi? Men o to'g'risini Anlamadingiz. Bularning hamda qaşqan chaqda, bu gumondorlarning qaşqan chaqda qaysi taraf qarab qaşqanligi bildirgan ma'lumot yo'qmi? Ya o taraf qaşqanlik, qaşqan to'g'riliq ma'lumot yo'q. Hozir shu tag'ich taraf kirib ketgan shu kunda tag'ichni baktirlar bizning vaqtni qo'ydi, tag'ich kirib. Undaqdir, vaqan to'g'dirganlar bir shu vaqan to'g'dirib yani tag'ning ichiga qechib kirib ketgan gap bo'lamdi. Ashta bo'lganda qoldi shu. Sizning ko'rganingizda shu yardalarning to'shilg'ini shu 17-slar kuni ko'rdingizmi? 18-19 davomli bo'lib turdimi? 18-slar kunduzlik ko'rdim. Ertadan boshlab shu 120 ming mashinasi shu 7-8 mashina oldi keyin shu menga pul turdi. Ular hamda shu saqchilarni to'shidimi? Xonning ishchilarini to'shidimi? Gumondorlarni to'shidimi? Qanday odamlarni to'shgandi sizningcha? Uni men ama menib turdi. Agar gumondorlarni to'shgan bo'lsa, gumondorlar tutilib bo'lgan bo'ldi degan gap hozir. Hozirgi bu tekshirishdan qaraganda gumondorlar tek tutilmadi degan gap. Yo'da shu kuni yaralangan saqchi va ishchi xizmatchilar xoniki. Shular bo'lgan bo'ldi-da undaqda. Hozir sizning bilishingizda bu vaqa sodir qiluvchilar tutilmadimi? Etildimi, hayotmi? Sizning bilishingizda nima? Ya o to'g'rida bizga taqa uchur yo'q taqa xabarlarni. Hozir vaqa sodir qiluvchilarning hayot yoki o'lgan, qechib yurayotganlik haqida hech qanday ma'lumotingiz yo'q sizning. Yo'q, o to'g'riliq ma'lumot yo'q. Hozirmi biz mana shu kechilik qismini chorlashib beryapmiz. Hurmatli radio anglag'uchilar, yuqorqi bir qism uchur va radiomiz Xitoycha bo'limining Baydagi Xitoy aholilardan egallagan ma'lumotlarga qaralganda, fidoyilarning ko'mirkandagi kapsul va partlatqich saqlangan ambarni qo'rshab olganligi ma'lum. Ammo ularning mazkur ambarni nima uchun qo'rshab olganligi, uningdagi partlatqichlarni qo'llariga olgan yoki olmaganligi, shundaqli voqea davomida bu partlatqichlarni qo'llanib qo'llanmaganligi hozircha oydin emas. Kanalımızga a'zo bo'lgan va bo'ladigan tarix bergan barliq qarindoshlarımızdan Allah razı olsun. Qarindoshlarımızdan yaqindan qo'llab qo'yilishi, tarixni berishi, hammaga bilan texnik güzel programmalar o'tirib chiqsa, hammadan Allah razı olsun.